Assalomu alaykum. Kun kartasi. Bugungi hayotingizda bo'ladigan muhim hodisalar, nimaga e'tibor qilish kerakligi haqida gap ketyapti. Ijod. Chiqish kerak. Yotib anchadan cho'zilib ketgan pauzadan chiqish kerak. Mana. Bugungi pauzadan chiqishingiz kerak. Chunki mana anchadan beri bir joyda turgan joyingizdan harakatga o'tishingiz kerak. Mana siz uchun oddiy holat, tinchgina bir xil hayotda, lekin bugun qanaqadir reska o'zgarish bo'ladi. Juda ham reska o'zgarish bo'ladi. Qanaqa hissiyotlar bilan bugun to'la bo'lasiz? Erkak kishi sizni xursand qiladi. Juda ham olovli erkak sizni bugun xursand qiladi. Pul tomondan taqdiringizda hozir juda zo'r o'zgarishlar ketyapti pul tomonga. Juda ham katta, muhim o'zgarishlar ketyapti-da. Pulga ochilasiz. Qanaqadir судьбоносный pul keladi. Судьбоносный deganda siz uchun muhim bo'lgan pul keladi bugun. Siz kutgan pul keladi. Ishxonada siz o'zingizni kuchingizni his qilasiz. Qanchalik kuchli ekaningizni his qilasiz va ishxonada siz boshqarishga to'g'ri harakat qilasizda, odamlarni to'g'ri boshqarishga. Ular bilmaydi siz boshqarganingizni, yumshoq boshqarasiz. Kuchingizni ko'rsatmayincha ayyorlik bilan chiroyli, yumshoq boshqarasiz va sizni hamma quloq soladi. Va bugungi kuningiz transformatsiyaga boy bo'ladi, o'zgarishlar, juda muhim o'zgarishlar. Hayotingizni o'zgartiradigan o'zgarishlar ketyapti. Pul tomondan особенно. Erkak kishi xursand qiladi. Zo'r. Bugungi kunga maslahat. Erkak kishi sizga olovni ko'rsatadi, qanchalik siz unga kerakligingizni. Mana yana o'sha gap. Siz kechalari uxlamasdan qayg'urgan insoningiz, xo'jayiningiz mas'uliyatli, zo'r insonda, mas'uliyatli, bolam, chaqam, uyim degan inson qanchalik u bilan taqdiringlar bittaligini tushunib yetasiz. Xo'jayiningiz tomonga qadam qo'ying. Agar u inson sizga qadrli bo'lsa, siz u tomonga yuringda. Chunki bu yerda по судьбе sudda taqdiringizda mana shu insondan boshqasi yo'q deb chiqyapti. Bugungi rasklad shunaqa. Ikkita erkak orasida tanlov ko'rdimda hozir. Eringizni tanlang deb chiqdi. Bu ma'lumot kimgadir juda ham muhim bo'ladi. Kimdir eshitish kerak. Sog' bo'ling, kuningiz zo'r o'tsin.